Robbimning menga bergan mukofoti. Jonim o'g'lim, bugun sen uchun duodaman. Ya Robbim, o'g'limni iymonli, Yusuf kabi go'zal, Rasulullohdek karim, sahobalardek omonatdor, ilmda tengsiz, yutuqlarni dunyo e'tirof etadigan bandalaringdan qil. Qalbini Qur'on nuri bilan munavvar et. Ota-onasiga sadoqatli, ayollarga muruvvatli, ummatga manfaatli inson bo'lib voyaga yetsin. Halol rizq ortidan yuradigan, to'g'ri so'z, amali go'zal, pahlavon yigitlardan qilgin. Farzandimga ofiyat ber Allohim. Uni fitnalardan, gunohlardan va yomon do'stlardan asragin. Ya Robbim, go'zal Allohim. Jigar bandimni, zurriyotlarimni davomchisi qilgin. Unga ilmi bilan yuksaladigan, odobi bilan qadrlanadigan, go'zal xulqiga havas qilinadigan, hayosi nafsidan-da ustun turadigan barokatli, go'zal qizni juft qilgin. O'zing ularni saodatli va baxtli bandalaringdan qilgin.